12 bog'chaga, bolalar uylariga, sug'urma haqida o'rgataman. Yaponiyaning JICA loyihasi bilan hamkorlikda ish olib boramiz va albatta har yili JICA volontyorlari har bir mavsumda 2 marta kelib, bolalarimizga o'sha gigiyena qoidalariga rioya qilish va sog'lom turmush tarzini qanday targ'ib qilish to'g'risida ma'lumotlar berib, o'zlarini tajribalarini biz bilan o'rtoqlashib ketishadi. Insultni oldini olish va takrorlashni oldini olishga qaratilgan kitobcha yaratib berishdi. 2025-yil avgust oyining oxirlarida anaqa shu mazam bo'lmay qoldi. Davlenam baland bo'lib ko'tarilib ketdi. Keyin oyoq qo'llarim ishlamay qolgan. Mana shu bir yoq tomonimga bergan, bir yoq tomonim ishlamay qolgan. Og'zimga ovqatni ham olib borib yemasdim, qo'limdan tushib ketardi. Unda ushlolmasdim, pilalarni ham, ko'salarni ham. Keyin patronash doktorim to'g'ri ovqatlanishni tushuntirardi. Bugungi kunda holatim ancha yaxshi. Mana o'zim bemalol gapiryapman. Yaponiya davlatida bu EO dasturi chiqqan bolalarni, insonlarni yoshligidan, go'dakligidan boshlab shu to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri oziqlantirishlar orqali shunday darajaga kelishgan. Ben 94 kilo edim. Bundan 3-4 yil avval to'g'ri ovqatlanish tushuntirish olib bordilar. Bugungi kunga kelib men 74 kilo, 76 kilo ozganman haqiqatda ham. 2022-yil Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasida Yaponiyaning JICA dasturi asosida seminar o'tkazildi tibbiyot xodimlari uchun. Mana shu o'tkazilgan seminardan keyin qanday to'g'ri oziqlanish tartibini to'g'ri tushuntirildi hamda bu narsa targ'ibot qilindi. Asosan mana shu to'g'ri ovqatlanish uchun bozorga borib alohida bir bozor qilishni emas, o'sha uyda, o'sha xonadonida qanday mahsulotlar borligini, o'sha bor mahsulotlardan to'g'ri oziqlanishni ham o'rgatib bordik.